Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rsatmoqchi bo'laman mana shu uголокlar. Xitoydan zakaz qildik. Ular plastmas bo'ladi. Temirga qaraganda buni virus tomoni bu hech qachon zanglamaydi, plastmas bilasizlar. Temir qo'yganingiz zanglab ketadi, albatta. Men uydan o'zimniki temirli zanglagan. Shuning uchun Xitoydan zakaz qilib klientga o'rnatib berdik. Buni o'rnatilishi juda ham oson. Bu samokleyka klesi bo'ladi. Samokleyka mana ustidan qotirib qo'yiladi. Juda ham oson, hech qayerga tesh shart emas. Mana chiroyli video o'tiradi. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, buni mustahkamligini so'rashingiz mumkin. Bu plastmas ko'taradi buni. Juda ham baquvvat. Yo'qda aslida shampun, sovun shunaqa narsalar turadi. Ularni bemalol ko'taradi. Undan og'irroq narsalarni qo'yib tekshirib ko'rdik. Juda ham qulay. Mana bunaqa joylariga iladigan bunaqalar ham bor. Beshilkachalar ham bo'ladi komplektida. Aloqaga chiqa olasizlar.